Hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliyining xəbərlər proqrammasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda təfsili məzmunlarni diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti 17 aprel günü xalqaralıq mehmonxana zanjirining Şərq Türkistandagi faoliyatlarini keskin turda ayblab mundaq dedi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Xitoy hökumətinin işğal qilib olib, sistemlik turda irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Şərq Türkistandagi Hilton, Marriott, Hyatt və Hindham qatarlıq xalqaralıq mehmonxana zanjirining faoliyatlarini keskin turda ayblaydi. Bu şirketler bilmay qolganligidan emas, Xitoyning irqiy qirg'inchilik mustamlika siyosatini yurgizishdagi markaziy roli sababidan Angliya, Amerika, Kanada va Yevropa Birligi tarafidan ayblangan yarim harbiy mustamlika bir apparat Şinjan ishlab chiqarish va qurilish atriti tarafidan kontrol qilingan joylarda mehmonxonalarni taraqqiy qildirib kuchaytmoqda. Bu şirketler Xitoy boshchiligidagi sayohatni kengaytirishga qatnashish orqali aktivlik bilan bir millatni yo'qotishga urinayotgan hokimiyatning obrazini aqlayotidi. Yaqin tarixdagi bir tekshirish doklatidan qaraganda, hozir atalmish Şinjanda kam deganda 115 chet el markasidagi mehmonxona tijorat qilayotgan bo'lib, buning 74 ta qurilish qilinayotgan yoki plan bosqichida ekan. Bu alayliklar zolim sistemasidan ayrila olmaydi. Xitoy davlati, Xitoy kompartiyasi tarafidan Sharq Turkistonning kimligi, tarixi, e'tiqodini yo'q qilish maqsadida qasddan chiqilgan masjidlar, mozorliqlar va qimmatli kulturimiz va joylarning o'rniga mehmonxonalar insho qilindi. Sharq Turkistonda sodir qilingan jinoyatlarning o'lchami va dahshati kishini hayron qoldirdi. Millionlagan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar jazo lagerlari va turmalarda tutib turildi. 100 minglagan ayollar majburiy tug'mas qilib etildi. 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turkiy xalq bolalari oilasidan majburiy elib ketilib, davlat qarmoqidagi tarbiyalash lagerlariga o'rinlashtirildi. Xitoyning a'zolarni yig'ish sanoati mashg'ulotida har yili 25 mingdan 50 minggacha Uyg'ur o'ldiriladi. Xitoyning ishg'oliyat tuzumi 16 mingdan ortiq masjid va kultur markazlarini vayron qilib, Sharq Turkistonning meroslarini yo'qotdi. Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin Cumhur Reisi Dr. Məmtiminali Apandi xalqaralıq şirketler işğal qilinib o'g'irlangan yerler və tarixi qabrlar üstüge qurulğaçqa, ular betaraf kuzatuvchi emas, aktiv hamkorlashuvchilar. Bu şirketler şunu düşünüşü gerek ki, hech qandaq marka yoki qonuniy harakat ularni axloq mas'uliyatidan saqlab qala olmaydi. Ularning manfaatlari xalqimizning faryodi bilan birlashgan. Tarix bularning xiyonatini unutolmaydi dedi. Bu mehmonsaroylarning taraqqiyotning simvoli emas, ular sheriklikning abidasi. Dunyoga irqiy qirg'inchilikni tovarlashtirg'ili bo'ladiganligi, muqaddas joylarni mehmonxonalar bilan almashtirg'ili bo'ladiganligi, butkul millatning azob oqibatlarini hashamatlik marka ostida ko'mitadiganligining alomatlari. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti Xitoyning mustamlikachiligida irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishning mumkin emasligini ta'kidladi. Vatanimiz ishg'oliyat ostida bo'lsa, xalqimiz uchun adolat, izzat, hurmat va mangulik tinchlik bo'lmaydi. Sharq Turkiston sürgündə hökumətinin tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish, irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish va hukumatning va xalqimizning uzun muddatlik tinchligi, bexatarligi va izzat hurmatiga kafolatli qilishning birdan-bir yo'li. Biz savdoga qarshi emas, biz sheriklikka qarshi turamiz. Sharq Turkiston yana bir qatam erkin va mustaqil bo'lganda, biz egalik huquqimizni hurmatlaydigan, tariximizni faxrlantiradigan, qayta qurishga yordam beradigan chet el mablag''ini qarshi olamiz. Ammo shu kunga qadar vatanimizda Xitoy ishg'oliyati ostida tijorat qilayotgan har qanday bir shirkat jinoyatga sherikli emas, mustamlika va irqiy qirg'inchilik jinoyatiga sherik. Butun bir millatni yo'qotish harakatiga yordam beruvchilar deb aslaydi dedi. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti Sharq Turkistondagi barliq chet el shirkatlarining faoliyatlarini darhol to'xtatishga chaqirdi. Biz har qaysi joylardagi hukumatlarni, xalqaro organlarni va vijdonli kishilarni irqiy qirg'inchilikning normallashishiga va bu vahshiylikdan foyda oladiganlarga qarshi turishga chaqiramiz. Bu taraqqiyot emas, bu mustamlikachilikka yordam, shundaqla hurmatsizlik. Bu cho'qim oxirlashishi kerak. Xitoy o'qituvchilariga josuslik qilish bilan ayblangan bir akademik dushanba kuni amerikalik sudchi tarafidan qo'yib etilgan. Buyuk iqlim xabarlari xabar to'rining 14 aprel kunidagi xabariga qaraganda, advokatlarning aytishicha, Xitoy akademik Shu Jinwang amerikalik rayon sudchisi Denni Chin tarafidan jazo berilib, 3 yil uyga qamal qilingan. Qo'lga ilingan kunidan boshlab kapolat bilan qo'yib etilgan. 76 yoshlik Wang ig'vogarchilik tarqatishni o'z ichiga olgan qonunsiz chet el istixborot harakati bilan shug'ullanishdak bir qator jinoyatlar bilan ayblangan. Bu deloni Washington chet eldagi tanqidchilarni nishon qilgan mustabid hukumatlarning davlat alqigan bostirishi deb qaragan.
Xitoy hukumati davlat halqigan bostirishni yomon g'arazlik to'qilma deb tunib, o'ziga tuhmat qilganligini aytgan. Xitoyda tug'ilgan Amerika fuqarosi Wang Xitoyda bir tarix professori bo'lib, 90-yillarda u Kolumbiya universitetining ziyoratchi professori bo'lib Amerikaga ko'chib kelgan. Shundaqla kitob yozgan va Nyu-Yorkda demokratiyani qo'llaydigan bir guruhni qurgan. Ayblaguvchilar Wangning guruhini va uningga ishongan samimiy faoliyatchilarning uning Hong Kong demokratiya namoyishchilari, Tayvan mustaqilligini qo'llovchilar, Uyg'ur va Tibet faoliyatchilari shundaqla boshqalar haqida uchur to'plashiga yo'l qo'ygan oldingi sepi deb tasvirlagan. Taftish va delo isbotiga qaraganda, u Xitoy katibashi Shi Jinpingning Amerikani ziyorat qilish jarayonida planlangan namoyishlar 1989-yildagi Tiananmen voqeasining xotirasi. Tiananmen maydonidagi qonliq bostirishga aloqador axborotni kundalik xotirasiga yozib, elektronlik xat shaklida Xitoyning asosiy axborot organi bo'lgan Davlat bexatarlik ministrligiga yo'llagan. Wang yana Xitoy safarida ministerlik xodimlari bilan ko'rishgan. Kundalik xotirada ismi atalgan faoliyatchi akademik Mingxia sotqa o'zining kundalik odatini o'zgartganligini yozgan. Yana bir faoliyatchi Anna Pyongqing Wangning xiyonat qilishi shaxsga munosabatlik ziyon yetkazib qolmay, bizning kollektiv ishonchimizni buzdi va yana Xitoylik va Osiyolik Amerikaliklarni yoshirin jasus deb tasvirlaydigan qarashni qalbni kuchaytirdi deb yozgan. Kundalik xotiradagi yana bir shaxs akademik va o'qituvchi Jun Tawang Xitoyda necha yil turmada yotgan kishi bo'lish sifatim bilan Shu Jiwangning Xitoy kompartiyasi bilan bo'lgan aloqasini bilaman. Ammo uning demokratiyani qo'llash harakati bilan qilgan xizmatiga yanada qoyil degan. U sud mahkamasiga yozgan xatida Xitoyning an'anaviy siyosiy madaniyati va hozirgi Xitoy siyosati nuqtasidan aytganda, uning qo'sh salohiyati o'rtoq va tushunishli hodisa degan. U Shu Jiwangga qisqa muddatlik jazo berishni talab qilib, demokratiyani qo'llaydigan bir qism haqiqiy qo'llovchilarning Xitoy katibashlari bilan savdo qilib, bir oz foyda oladiganligini aytgan. Ba'zi bir ilimsiz, nodon toiflar chirg'an bir nazariyani tutib olib, millat setish bilan ovora bo'lmoqda. Dunyoda insonning ko'ngli doim yangilikni xohlaydi va yangiliklarni ijod qilib turadi. Bu yil bir yangi narsa ijod qilinsa, kelar yili uningdan obdaroq yangi bir narsa ijod qilinib turadi. Buningga nisbatan avvalgisi qimmatidan tushib e'tiborini yo'qotadi. Demak, har vaqt yangi nazariyalar tug'ilib, ko'na nazariyalarning qimmati tushadi. Shuning uchun har qanday bir millatning nazariyalarga qurbon qilinishi to'g'ri emas. Lekin o'z yurtini, millatini va dinini halokatdan qutuldirib olish uchun har vaqt yangi nazariyalarni ijod qilish, vatan va or-nomusni saqlash yo'lida tirishchilik ko'rsatish lozim. Islom dini qaysi mamlakatga kirsa, shu yerdagi din ahlining e'tiqodiga hurmat qilib, erkinlik bergan edi. Bizmo ham islom ta'limoti bo'yicha yurtimizga biz bilan dindosh bo'lmagan din ahllari bilan birlikda qo'lni qo'lga tutishib, yurtni obod qilishga tirishimiz. Iran davlatining nufusi 15 millionga yetadi. Bularning orasida arab, juhud, ya'ni yahudi, arman, turk, kurd, fars, hindi va yana boshqa mazhabdagi xalqlar bor. Ammo bular tarixdan beri Iran davlatini tashkil qilib, go'yo bir tan bo'lishib yashashmoqda. Bizning maqsadimizmi Ironliklardek birlikda o'z vatanimizni saqlab qolishdan iborat. Manba Erkizdi 99 va 100 sonlar. 1947 yili 5 va 8 noyabr. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.